Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Okalar, ertalabdan bir mavzu haqida bo'lishkim keldi. Nega Novomix chorvangizga baraka deb nomlaganmiz shiorimizni? Hozir men sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Bu dunyoda ko'pchilik gap ko'pda deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Gap ko'pda ham, kamda ham emas. Gap barakada. Gapim to'g'ri bo'lsa ushbu videoga like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Hozir men buni tushuntirib o'taman. Rizq yozib qo'yilgan. Xohlasak ham, xohlamasak ham, osmonga chiqib yerga tushsak ham ana shu peshonaga yozib qo'yilgan rizqni yeymiz. Aslida barakani qidirishimiz kerak, okalar. Mana shu uchun ham biz Novomix chorvangizga baraka degan shiorni tanlaganmiz. Vaholanki, haqiqatan ham Novomix chorvangizga baraka va umringizga ham baraka bersin. Biz esa harakatdamiz. Barchaga xayrli kun. Shu mavzuni aytib qo'yay dedim. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.